Teşekkürler. Gazı düşüşü Ha, utan. Sen balığına yani çalış. İsem şu Kaylamayı izlerdik. bu antropolozum abi. Kelgan qadrmonlarga marhaba. Bugun xalqaro ona til xotir kuni faoliyatini tabriklash munosabati bilan Qashqardagi bir turkum ilm so'yar. Ona tilini o'z onasini so'yadigan, onasini qadrlaganda qadrlaydigan bir turkum kishilardan xos ixtiyoriy yo'sin tashkillanib bugungi bu oddiy faoliyatimizni tashkil etdik. Hammamizga ma'lumlik, ona til har bir millatningki bir belgisi. Bugungi suhbatimizni boshlashdan burun shu xalqaro ona til kunininki kelib chiqish tarixi to'g'riliq oz-to'la usuldan xabardor beramiz. Balkim ba'zilarimiz bilishimiz mumkin. 1999-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan, madaniyat, ma'rif, ilm-fan tashkiloti har yili 2-oyning 21-kunini xalqaro ona til xotir kuni qilib bekitdi. Demak, 2010-yildan boshlab hisoblaganda hozir 10 necha yil bu faoliyat har yili ilib berilyapti. 2018-yili BDT ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2018-yilda Dunyo ona til xotir yili deb bizlar bir faoliyat o'tkazgan. Endi bu bayramniki ya'ni shu ona til xotir kuniki kelib chiqish jarayonida mana bir raqamlik bor. Ya'ni 1952-yili Bengal shu Pokiston qarashliq bo'lgan avvalda shu Bengal tilini davlat tili qilish masalasida shu Bengal xalqi kelganda namoyish o'tkazgan. Bu vaqtda o'z ona tilini qo'llash yo'lida 5 nafar odam soqchilarni o'q chiqarish sababli shu kuni vafot bo'lgan. 1953-yil Bengal xalqi shu 5 nafar inqilob qahramonlarini til qahramonlari sifatida o'zininki yuksak hurmatini va ularga bo'lgan minnatdorlik bildirish yuzidan qahramonlar xotir munora yasatgan. Va shundaqla bu voqea Bengalniki mustaqil bo'lishiga yo'l hozirlagan. Demak, shu ona tilniki shunday bir tarixi va mushkunlik kelib chiqish tarixi. Bugun mana biz Qashqarda hamda shunday bir kichikina bir ko'lamda xalqona bir ahvolda jamiyatniki har qaysi sohalardan bir turkum ma'rifchilar, korxonchilar va boshqa sohaga a'zolarni taklif qilib bugun shu oddiy so'rinni uyushtirdik.
Tövende biz şu Söylevatı başlaydı burun elmalarını tırıp kulağımanda bir çıktırdık iş var. Arkadaşımlar var. Hemen şu yan fonda, kol telefonda bir telefonumuz çaldı. Yaki avazını bitir çaldı. Bayağı bir gözlerim buldu. Çünkü bugün vakit sen kısa. Pek uzun vakit ketmeydi. Sonuçta Muştan'a burada katip desek. Bir vakit vermez emreyle Muştan'a burada arkadaş buldu. Dolu ayıp Gülen Efendi'ne söz konusu teksik oluruz. Merhamet. Assalamualaikum hörmetlik atalar, analar, ustozlar, qarindoshlar. Hammalarning ona til kunini tabriklaymiz. Biz jamiyatdagi bir turkum do'stlarningki tashabbusi va qo'llashi bilan bugun Qashqardagi va Qashqar atrofidagi qarindosh yurtlardan kelgan ona tilga ko'ngil bo'ladigan onasini qadrlagandek ona tilini qadrlaydigan va shu ona tilini farzandlarga va farzandlarning farzandlariga davom qilishni orzu qiladigan ustozlar, onalar va barliq qarindoshlarni chaqirib bu faoliyatni o'tkazib turibmiz. Hammamizningki bu faoliyatimiz o'ngishli bo'lg'ay, ona tilimiz onamizdek ulug' bo'lg'ay, bizning bu ona til yo'lidagi faoliyatlarimiz bundan keyin to'xtab qolmag'ay. Bundan keyin har yili shu 2-21 kunda shunday yig'ilib, tabriklab, inshaalloh cho'yib to'g'aymiz. Biz hozir bu qilamiz. Birsi bir tabrikligidek xo'shallik bor. Biz dastlabda shu ona til maktablari va ona til yetillarni qurish to'g'risida bir o'y xiyollar bo'lgan. Bu o'y xiyollarimizni do'stlarimiz orqali Urumchi Tang'atog' rayonlik ma'rifat idarasiga shunda bir ona tilda o'qitish qiladigan birgasli ondan imkon bo'lsa boshlang'ich davomini quraylik deb bu ishni boshlagan. Buni bir og'inimiz Urumchida boshlab iltimos sunib to'g'rida buni e'lon qildi. Ona til yasasi qurish yo'lida degan tema. Bu Pog'dash to'g'rida e'lon qilindi bu. Shuning bilan bu tema davom qilib 5 oy davom qilgandan keyin dastlabda shu Urumchi shahar Tang'atog' rayonlik ma'rifat idarasidagi bir-ikki intayin faşist iddiydagi kishilarniki rad qilishi bilan bu ish amalga oshmaydandek bir xil tuyulmagan. Ondan to'g'rida va jamiyatda bu oqmaydi bu ish. Bu ona tilda o'qitish qilgan yasli qurish, ona tilini asos qilgan maktab qurish bu oqmaydi degan ideyalar taraf ketgan. Bunga bizning o birodarimiz izchil bu bo'ldi, bu davlat qonuniga uyg'un, avtonomiya qonuniga uyg'un, davlatning ma'rif qonuniga uyg'un, davlatningki xalq boshqarishidagi ma'rifni ilgari surish qonuniga uyg'un. Bunun bo'lmaydigan hech qanday yeri yo'q degan ishonch bilan bu 5 oy izchil o'shaning yo'lini mangdi. Oxirida shu shahar Tang'atog' rayonlik ma'rifat idorasi bu birodarimizni chaqirib ishxonaga bu Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni, Şinjan Uyg'ur Abnum rayonida Uyg'ur tilida dars o'tiladigan yasli qurishga bo'lmaydi degan gap yo'q. Bu bir shaxsning xatoligi, hargizmi bo'ligi, davlatningki yoki hukumatning yoki Abnum rayonlik ma'rifasining ishi emas bu. Deb bu oshkora ona tilda maktab va yaslilarni qurish bo'lganligini, buni tayyorligi bo'lsa, qachon qilsa bo'lganligini e'lon qildi. Bu hammamiz tabriklaylik bir ish. Şunun bilan hammaylarni xo'shallik uchundir. Bu yerda biz diqqat qilgan bundaq bir nuqta bor. Dastlabda shu to'g'rida asar e'lon qilish, to'g'rida ko'ngil ichish va to'g'rida munozara qilish boshlagan chog'da nurg'un men biladigan bir qism kishilar bek qo'llab, ya'ni to'g'rida kichik bolalarning o'yini bu. Buning bir paketi men 2011-yili kitap chiqarman deb millat nashriyatiga sunsam, buni hamma to'g'ri e'lon qilib ekan,
Torda e'lon qilgan narsa degan biz bosmaymiz. Uni torda qo'yaveringlar. Biz torning saviyasini eshib ketganmiz degan nashriyat. Uning nazarda tor bir xil saviya, nashriyat bir xil saviya ekanda. Shunga nima bo'pti? Deb 2011-yili uni yondirib kelgan. Demak, shu nashriyatning nazarida tor bir o'yin chiqqan. Uning e'lon qilgan asarlarni nashriyat e'lon qilish bo'lmaydi ekanda. U sifat saviyaga yetmaydi ekan. Shunga bilan shunday ki bo'pti nashriyatlar mushtadigan bo'lsa, torda yeziberli deb mushkungacha shu torda uni yezib qo'ygan bo'ldik. Bu torning kuchini mana bu qitam o'sha ona til maktablariga va ona til yasillariga tasdiq elish masalasida bu to'lib yetdik. Ya'ni biz torda 500 ming ortiq odam ko'ygan bir ona til yasisi qurish yo'lida degan tema orqali davlatningki siyosatlariga qarshi qo'yayotgan, davlatningki obrazini dag'chirayotgan ma'murlarni oxirida bizga yo'l qo'yishga majbur bo'ldik va davlatning siyosatining odil ijro qilinishiga biz nazoratchilik qildik. Bu yerda biz tor orqali fuqarolik huquqimizni ishlatdik. Bu fuqarolik huquqining ishlatilishi amaliyotda hukumatning obrazini yaxshilaganlik. Shunga agar men shu so'rinni yo'q edim, agar men bo'lgan bo'lsam, biz masala paydo qilmayapmiz, masala hal qilyapmiz. Masala paydo qilayotganlar davlatning qonuniy va siyosatiga oshkor qarshi chiqib, xalq bilan davlat o'tirsiga ziyon selayotganlar, ya'ni araga izga selayotganlar. Bu yerda davlatning hech qanday mas'uliyati yo'q, hukumatning mas'uliyati yo'q, faqat davlatning niyatayotgan xalqning pajgirbidan kelgan muoshni o'zining yanchiqini to'mlash uchun sarf qilayotgan kishilarning xatoligi deb turdik. Endi shuning shunday ekanligini isbotladik oxirida. Shunga biz bu ona til kunida bu shu birinchi xushlikni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ya'ni biz ona til maktablarini qura olamiz, ona til yaslilarini qura olamiz. Ona tilimiz hech qachon ma'rifatga cheklanigini yo'q. Ikkinchi masala ana til nima uchun o'yinli? Buni ana tilning o'yinligini bilmaydigan odam yo'q. Lekin buni men tilshunoslikda o'qigan shunga ba'zi birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib deydigan tariximiz bor. Men 10 yillik oliy maktab o'quvchisi, shunga shu fikr boshlayman. Ana til ana tilning birinchi o'yinligi nada desa, ana til bir millatninki belgisi. Bir millat bo'lib turish uchun birinchi shart ona til bo'lishi kerak. Xalqaro qonunni to'g'risida qo'llanadigan Birleşken Devletler'e bir millet olup zindırılan bir milletin çok qonun bo'lishi kerak. Tilde bo'lgan milletni begitli bir millet tarafsızlamaydı. Asli Birleşken Devletler Teşkilatı emas bu. Birleşken Milletler Teşkilatı. Birleşken Milletler Teşkilatı'na hem milletler vakili. Şuna o'xshash, agar Uyg'urlar ana tilini bo'lsa, bu begitli tarafdan bir millet qilib zindirilaydi. Anda xalqaro qonunni qo'llash o'qishda bo'lmaydi. Şuna birinci mesele, ona til şu milletler emasmi? Begitli shu milletlar sınırlamadı. Xalqaro qonun şu milletning huquqini qo'llagan degan. Ya'ni ona tilimiz bo'lsa, biz millatlar bo'lamiz, bizning millatimiz sindirilaydi. Shunga ko'ra qo'yilgan kirgizildi. Bu birinchi mesele. İkincisi, ona til bir milletning madaniyatini keyingilarga yetkazadigan bir vosita, eng muhim vosita. Ya'ni biz ona tilni bir reylis desak, bu reylissiz hech qanday bo'lmaydi. Ona tilsiz bir millatning madaniyati dadadan boladan navraga davom qilmaydi. Shunga bu ona tilsiz bir millatning madaniyati davom qilmaydigan avvalda buzildi. Yo'qolgan deydi. Masalan, biz 2011-15'ten başlap şu terbiyeleş kılavatımız. Ben aslında Qashqadaryoda ekanlikim terbiyelashda xalqni terbiyelash asos qilsak deb o'ylagan. Lekin aksiya o'ylamamda bu xalqchilik odamlar emas ekan, Uyg'urchilik odamlar ekan, ona tillik odam. Ya'ni bizning hozir tushunishimiz bolalarning savodini chiqarish. Har yili har yozliqlar chiqarishda kam degan 100 ming bolamiz kelib, 10 savod chiqarib keldi. Mana so'ylab kelgan kelgan chog'da bu biz xansigasak bo'l Qashqar deganda. Xansiga kelsak bo'lmaydi.
Çünkü ihtiyaç şurada koyulur. Lekin eksik gelsen ihtiyaç 10 uygunmuş ihtiyacı ekan. Boşluqdan istisap oldu. Ana til meselesine qaysi yerga berganligini. Yani biz hozir ana til uyg'urlagan bolalarga ana til o'rgatamiz. Agar shularning saviyasi o'qib tushunish saviyasi bo'lgan bo'lsa, o'rgatilgan bo'ladi. Bu Qashqardagi barliq tarbiyash markazlaridagi eng muhim bir ana til o'rgatish. Endi mushtadan ana tilni davomli bo'lmaydi ekan. Nima qilsa bu bola tafakkur xansuvchi bo'lgan ekan, biz eng oddiysi xatni o'quvchilik umrini boshladik. Yozamiz. Yozgan ekan bu bola ana xansuvchi degan ekan, xatni o'qish bilmaydi ekan. Ko'z kitobda olgandan so'ng bitmaydi ekan o'g'ilning ko'zi. Ana bu so'zni chiqarsaqmi, oldindan xat yozgan paytda so'zni yozgan bo'ladi. Uyg'urcha xatni. Nima qilsa qilganlar qachon bu so'zni topganda bu so'zni o'rgatib ketgan tarz. Bu so'zni chiqarsa qo'yilishdan so'zni o'tkazib ketgan. Atrofda yozganda bu so'zni o'tkazib adım aytib Şu boyunca şu babanın ondan kaziş adına şekillendiririz. Ondan. İkincisi bu savalı çıkarmalarına bu gibi bir şey gelmiyor. Mesela biz kitap savalı çıkarsa okuyalayla bulduğu ki ben size sıkmayı diyorum. Fakat elbette okuyandık mesela biz Arapça Kur'an'ımızda okuyandık olduğu ki ben size çevirdim. Başka ise adet olmalarının kılalayığını yeymen, içmen, kırmen, kırmen diye yapılanların kitaplarından olmaydı. Kitapta bir parça varken dalısı onu tutken, bazı bunu tutken bir yapıdan çıkıyor. Bunu tutmadan ki bana o savabı çıkıp koysak ama fakat ben için bir kitap okumayken. Devamlı kıldı ülken kışta savabı çıkan balık bunu tutmayla bir kıldı. Fakat bu balığın savabı çıkıp koymanken canı Kıl mevzusunda, yandırıp mevzusunda sınıf baksa fakat şu bağının ismini ise kaladı iken, isminin kadar izin kaladı iken. Lekin kalan meselesi tutulmaydı iken. Ne iş kalırsa, bu Adem teşhasında oldu. 13 yaştan burun qaysi tilni marif ko'rgan bo'lsa, shu marif ko'rgan til shu bolaning ana tiliga aylandi. Shunga biz bolamizni Uyg'ur ana til so'zlaydi degan bilan, uning 13 yaştan burun ko'rgan marifi Kanzutluq marif bo'lgan bo'lsa, u onun ana tili Uyg'ur bo'lmaydi. Kanzut bo'lgan bo'ladi. Chunki odamniki hamma a'zolarining yetilishi o'xshamaydi. Adamning ana til, adamning qalbida bir mexanizm bor, bu tabiiy. Alloh taolo bergan mexanizm bu. Bu mexanizmga 13 yoshdan burun qaysi tilda marif ko'rgan bo'lsa, qaysi til asos qilingan maktabda o'qigan bo'lsa, shu til ana til o'rnashlarga o'rnashadi. Shuning bilan bu oilada qo'llanilgan til yoki bir so'zlayotgan til chet tiliga aylandi. Bunday bo'lgandan keyin bolalar shu o'zi eng yaxshi qiladigan ma'rif maktabda qo'llanilgan tilni ana tilda tafakkur qildi. Bu ta'kid nima desa, masalan bizning bolalar Qashqarda er o'quvchini muallim deymiz, ayol o'quvchini xonim deymiz. Bizning bolalar faqat o'sha gapni o'rganmaydi. Chunki xanzut tilda bir so'z bor, lavshadagan. Mening xonim deydi, mening ayolim xonim deydi. Bu ish qilsa bu bolalar Uyg'urcha gap qilmaydi amaliyotda. Qalbidagi xanzush tafakkurni Uyg'urcha o'rib bizga deb turdi. Bunday bo'lgandan keyin bu bolalarga men Uyg'ur tilida savol chiqarib qo'ysakmi, tafakkurni o'zgartirgandan keyin chunki 10 yoshdan burun u xanzuch ma'rif ko'rgan ekan, u tafakkur xanzuch bo'lgandan keyin hamma narsadan xanzuch ko'rdi bolalar. Bir kun deydi, "Mana ders o'qinaman" dedi. "Voy, darsni sen o'tmaysan, darsni men o'taman." Sen xato bo'ldi, xato. Darsni men o'taman. O xanzuch tilda "Voyashon ko" deydi. Bu yerda men degan gap yo'q, biz degan qo'shimcha yo'q. Unda bo'ladigan uzun tarjima qiladi. Shunga bo'liqi ona til agar mushunda bo'lsa, ya'ni tafakkur xanzuchi bo'lsa, bu til davomlashmaydi. Bu til davomlashmagandan keyin bu madaniyatni davomlashmaydi. Biz ikkinchi qilib ona til madaniyatni to'shg'uvchi vosita, madaniyatni mang'dudgan relisdiq. Bu relis buzilgandan keyin u mangmaydi. Mangmagan kun birek relisni mangdi. Biz ota-ona marifni olsak, biz marifni mangdi. Nishon bo'lmaydi. Uchrashmaymiz. Ziddiyat kelib chiqdi. Masalan, biz 54 bo'lib qo'yilgan bir sizdan bir sinab qo'ydim. Sajda degan ma'nosi nima? Hech kim uqmaydi. To'liq
siz birinci sınıfta başlayıp 33 yıllık çıkarlar. 54 balına çıkarsa secde rengimin mağazı çekmek. Mağazısını çekmeye de bu hareketi kılmaydı. Unutulmaydı. Mesela andan sordum. Ruhi tölük degen neme? Bilmeydi ekan. Ruhi tölük degan gapning ma'nosini tushunmagan odam ruhi tölük izlamaydi. Şuna bir milletning madaniyati ona tilsiz keyingi avlodga davom qilmaydi. Keyingi avlodga meros bo'lib qolmaydi. Bizning tafakkurimiz ona tilimiz orqali bizga yetib kelgan. Biz orqali bizning bolalarimiz yetib bordi. Agar bu ona til uzilsa, ona til shunda ojizlashsa, bugungiday ojizlashsa, keyingi avlod qoldirini ona tildagi tafakkur emas, o'zi nurdan muhabbet alışkanlıksa, kayısıda okumaktan olsa şu tılın tefekkürü, şu tılın medeniyeti, şu tılın arzu ormalı keyifli burası olur. Biz özümüzün arzu ormalarımızı, beynimizi anı tıl arkalı keyifli burası kaldırırız. Bu anı tıl yok kalsa, kimin arzusu olsa şu arzu bu şu burası kaldır. Kayıs arzu böyle terbiye etken olsa. Şu bir yerde ikinci deydiğim mesela, anı tıl, medeniyeti keyifli evlatlarına yetkizli olmazdı. Bir millet eğer ana tilden mahrum kalsa, o millette medeniyette yıl peyda oldu. Evlatlara boşluk peyda oldu. Evlatlara boşluk diyemine mesela bunda bir gap bu. Birinci evlat bilen ikinci evlat otursa da mukarrar iddia ve türlü payetler oldu. Lakin ana til acizlaşsa bu ham dersi yetip vardı. Mesela biz ana tilde tefekkür kılıp ana tilde okuyduğumuzda meseleni ortaboğumuz kanda oynamak olsa, yani şu Manış Kızı'nda yönetilevattan bu eneneler devam kılırız. Hem de bu ana tilde okumadan bir adam olsa onu başka oylaydı. Mesela ben de benim babam başka bir tilde tefekkür kılıp olsa onu başka bir kıl oylaydı. Oylagan diken, ya ben o yolda vazgeçemeyim. Bu Manış Kızı'nda bu enemde vazgeçemeyim. Ya balam benim enemde kulluk kılmaydı. Şunun bilen orada ziddiyet peyda oldu. Esli bir adam, mesela biz bir şahsıda da onun için çok gımımız yok. O millet, o vatan, onda gımımız yok. Biz şahsıda bir normal turmuş güçlük yaşsak, hiç kadıcı yaşsak oldu. Lakin balamızın böyle bir tıl söyleşi. Bizning o'tirni tushunmasligimiz sababidan orimiz ziddiyat kelib chiqdi. Bu ziddiyat kelib chiqqan ekan, bolamizmi qiynaldi. Bizmi qiynalamiz. Mana shu qiynalish jarayonini avlodlar o'tirishida ham deymiz. Agar ona til ojizlashsa, bu ojizlik yo'qolishga ketib boradigan narsa yo'qolsa, bu ham texnik cho'nglaydi. Bu ham cho'ng'ilgandan keyin yo bolamiz biz tarafga o'tolmaydi, yo biz bolamiz tarafga o'tolmaymiz. Shuna o'tirib bu ham cho'nglagandan keyin bu shaxsga azob kelib keldi. Bu yerde hiç kasımızdan mesela o millet, vatanın gımını iş mecburiyetimiz yok. Biz bir normal insan ezelden müştak yaşap gelgen. Lakin mesele ne dese bu anıtıl ibaret, bu köylükten kursuluşu evlatlardan evlat otursun ve üzücülük yaptı çıkırdı. Boşluğun ağını yaptı çıkırdı. Düşünen olan bu şahs bir de biz odaklanırız. Öten bir anı geldi. Balamla düzeye gelip, ben balamla kanda mektep versem bula. Kanda mektep versem hazır. Kışkay şehir içinde mekteplerinin köpüncüsü, yani asasen bizim mesela koşturken, hanzoçken desem, ben başladım mı ansırmayım, balam kiyin bu şu hanzoğu tıgılanın hep ansırayım. 4 yaşlık kız balının ki ansıdı. Bir yerdeki mesele medisten şu evlatla oturstik an. Mesela balasıya kayıslı terbiye koyulan olsa, şu tılın adamların yaşlı derler. Siz onu yaptığınız için kubul kılamayısınız. Çünkü siz Manış Kızı'nda önemli verdi. O balanız, bu beşmacıda önemli verdi. O da olanken, bu şu önemli söyledi, şu beşmacıda önemli söyledi. Lakin siz onu söyleyemezsiniz. O da olanken, şu kişilerin tadarlı kişilerini söyledi. Bağlı diyen bu şu. Kubullayırsanız, kubul kılamayısınız. Kubul kılamayırsanız, üzülme balası. Ama bu şunda şekilde. Bu halde, ya biz atlap uyanlığı demeyiz, ya balımız atlap giderek götmeyiz. Evlatlar otursun, hangi diyeceğim bu şu. En bu hangi çoğu inerse,
biz millat üstüne emas, bir şahs üstüne azaplanamiz. Bu azap ahirda ziddiyet gelip vardı, bu ziddiyet belki ijtimoiy bo'linishi mumkin. Masalan, dadılarning bolalarni qattiq qilishi, ya'ni uydan to'g'rilab chiqarishi, kemsitishi degandek masala kelib chiqishi mumkin. Bu masalalarni kelib chiqmay bo'lmaydi, biz faqat bilmagan yerimizdan bor. Bu masala kelib chiqqan bo'lishi mumkin. O'tganda bir aylan kelib o'shda Qashqarda xalqlar xansizlik qolmabdi dedi. Ne degan gap bo'ldi desam, To'g'rida xalqning bolalari xansizlik tegib olgandan keyin xalqlar zerikdi bu ish ekan dedi. Bu masala men bu ilmiy jihatdan tushundirsam, hal shu avlod o'tirishdagi omilning masalasi. Asli bolalarning kim bilan to'yilish o'zining huquqi. Ota-onalarning majburlash huquqi yo'q. Lekin bu yerda biz qabul qilmayotgan bir taraf bor. Bolamiz qabul qilgan, biz qabul qilmayotgan taraf bor. Bu taraf dalg'on. Ular biz ishlatgan ishonmaydi. Biz ishlatgan ishonmagandan biz azoblanamiz. Bu bir shaxs, har qanday bir shaxsda bu qabul qilmaydigan bir ish. Bu davlat qonuniga xilof emas. Yoki xalqaro qonunga xilof emas. Lekin bir millatningki vijdonni azoblaydigan bir ish. Har bir shaxsning vijdonni azoblaydigan bir ish. Shuna o'rnining uchinchi muhimligi ona til davom qilsa, ona til evlatlarga ma'rif şeklinde, mektep şeklinde, kitap şeklinde miras kalmasa, Kur'an şunda yoğunaydı, şu anda şahs ve katı kazanıktır. Bu azaplardan kurtuluşunun yolu ne mühendisler, onun tılını kurdaş. Hem tüvendeydiğimiz, onun tılını kanda kurtayınız diye mesele. Birinci, hem de Erhil bu ota-onalarning sualları bo'lgan o'ribchil bir qatım müşta leksiya qilgan, biz müşta mektep quramiz desek, bu mektep qilsanglar, bolalarimiz keyin bu butunlay masalan Uyg'urcha imtihonlash amaldan qolsa, u bir faraz bu. Amaldan qoldi deb umid qilsak amaldan qoldi. Amaldan qolsa qanday bo'ladi? Biz amaldan qolmaydi endi. Bu o'zimizga bog'liq masala. O farazda ashta deyiladi ekan. Agar on tilda imtihonlash amaldan qolsa, bolamiz sizning mektebingizda o'qisa, qanday qiladi deydi. Biz endi hozirning o'zida belki mushtiban so'raydiganlarmi chiqdi. Oqibat qanday bo'ldi? Deb. Asli biz sababini qildigan oqibatga egolmaydigan odamlar yo'q. Lekin hamma oqibatni biz o'zimizga olaymiz deb o'ylagachqa bir qism odamlar mushtiban to'xtamay so'raldi. Buning javobini har xil masalan javobini berish bo'ldi. Antil maktablar quramiz. Chunki hukumatningki davlat qonunida 9 yillik majburiy ma'rif bu. Har qanday fuqaro 9 yillik majburiy ma'rifda tarbiyalanish kerak. Biz bu 9 yillik majburiy shu boshlang'ich to'liqsizni qurib bo'lgandan keyin to'liq o'tir ma'rifini mening orzuyimda men buni boshqa ota-onalar bilan bir maslahatlashishni qildik endi. Bunda biz kasbiy ma'rif qilamiz. To'liqsizgacha o'qib bo'lgandan keyin andilda fransuz tilini ravon bildigan, ingliz tilini o'qib, anglab tushunadigan seviyaga kirib bo'lgandan keyin bolalarni kasbiy ma'rif qilamiz. Ya'ni çiftçilik, Qashqarning ahamiyati, dunyoning ahamiyati bu çiftçi degandan keyin hatto Amerikada bektarlik ekan. Dunyo bo'yicha eng yaxshi ekan bu çiftçilik yerni. Bu çiftçilik, undan keyin sestralik, ondan bezakchilik, mashina remontchiligi, mashina bezakchiligi, bu shunday ishlarni qilamiz. Biz agar shuni ishonsak, ota-bobamiz mush zamonda mush Qashqarda hunarlar yashab kelgan. Bu Qashqar hunarlar Qashqar. Shuna bu Uyg'urlar bunday bir gap bor. Akshiga 72 xil runa oz deydi. Bu yerda akshi emas insonga asli. Uyg'urlarning akshiga inson deydi. İnsonga 72 xil runa oz deydi. Bargizmi ota-bobamiz insonga 72 xil hukumatning boshi qo'yilmaydi degan. Faqat degan 72 xil runa oz degan. Shuna 72 xil runa bo'lsa, buni cho'qim xorib qolmaydi. Biz to'liqsizgacha majbur 9 yillik ma'rifni qilib bo'lgandan keyin maqsadimiz kasbiy ma'rif qilamiz. Bularni 4 yil kasbiy ma'rif bo'lish tarbiyalab 4 yildan keyin hech qaysi hukumat maosh bermasimi, yana o'zining jinini normal baholaydigan, chiqiblam shu o'zini shirkab bir nonni ilib yeyadigan inson qilamiz. Undan cho'qur o'ylaydigan, cho'qur tafakkur qiladigan bu jamiyatning, tabiatning, ilohiyatning masalasini o'ylaydiganlar chiqdi. Ularni inshaalloh biz tegishli maktablarga avatamiz. Ota-onasini qiziq deb bersa, chet elga chiqaramiz. Faqat yor bermasa, davlat ichidagi huquq maktablarga biz o'tkazishga
ırkçılık gösterimiz. Birisi mektep qurish orqali ana tilini qo'llash masalasi. Ikkinchisi biz bu mektepning sorunimizga shu o'quvchilar, ma'rifdan chiqqan ustozlar va ma'rifchilarni taklif qilishga tirishdik. Qanchalik kelganligini biz hozir bexabar. Mening eng yaxshi ana til o'quvchim degan bir o'quvchilar orasida bir bağlash faoliyat o'tkazib, o'sha ana tilda dars o'tib, o'quvchilarga yaxshi singdira oladigan, ana til dars o'tib, o'quvchilarningki roziligini qo'lga keltira oladigan, ana til dars o'tib, bolalarningki izchil yaxshi o'qishiga, hamma jihatdan sog'lom taraqqiy qilishiga sharoit yaratgan yetaklagan o'quvchilarni mukofotlaymiz. Buni aqasinglarga qo'llab bersanglar, qancha burun qilsak shuncha yaxshi bo'ldi. Masalan, 3-oyda qilsak ham bo'ldi, 4-oyda qilsak ham bo'ldi. Mening eng yaxshi ana til o'quvchim degan o'quvchilarni mukofotlash faoliyatini qilamiz. İnşallah. İkincisi, ana tilda maqola yozish musobaqasi uyushtirib, ana tilda ravon, o'lchamlik maqola yoza oladigan bolalarni mukofotlaymiz. Buningda biz shu har qaysi maktablarniki modellari iltijo qilamiz buni. Men to'laydigan bir qancha modellar o'tiribdim o'sha yerda. Shuni bir hamkorlashsanglar, ana tilda maqola yoza oladigan bolalarni biz shu cho'ng misolni elib qo'ygan bo'lsa, shu necha ming odamning oldida mukofotlaymiz. Ana tilda maqola yoza olgan. Andan ana tilda mutofilash musobaqasi kelib qolibdi. Men ushtim tut ismim otilib qoldi. Shundaqdimi ana tilni qo'g'dash yo'lida o'zimning bir kishilik tadbirimni qo'shaman. Bugungi so'rovni tashkilgan Abdulijon va barliq yo'ldoshlarga rahmat aytaman. Bundan keyin shunday faoliyatlarning davomli bo'lib turishini umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Endi biz shu Xalqaro Uyg'ur nasriyatidagi yosh shoira Chimangul Avutni so'zlik qilamiz. Bugungi ana til bayrami munosabati bilan hammamizga shu kitob og'iz gapda sovg'alarga. Qani sahna bergan. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mushundaq bir xosiyatli minutlarda sizlar bilan tinch-omon yuz ko'rishganligimdan to'lim xushal bo'ldim. Hammamizningki ana til bayramiga muborak bo'lsin. 2008-yili Guyjo'ning Guyangda ochilgan 9-navbatlik mamlakatlik tulpor adabiyot mukofoti yig'inida ana tili bilan yozilgan asarlarga alohida ahamiyat berish degan bir tema nuqta qilinib ekan. Shu vaqtda vakil bo'lib qatnashganlarning orasida men bordim. Ayni vaqtda shu Yezu, Changzu qatorliq bir turkum asonliq millatlarning vakillari mening yanimga kelib, sizlar o'zinglarning ana tili bilan asar yoza olasizlar deb ko'ziga yosh olgan vaqtda men o'zimning mushundoq bir ulug' tilning egisi, ham haqdosi, ham Uyg'ur tili uchun qalam tabriklaydigan bir odam bo'lganligimdan shunda faxrlangan. Bugun har qaysinglar bilan mush Qashqar diyorida ham nafas bo'lib o'tirganligimdan texnik faxrlandim. Hammaga rahmat. Hammalar ko'rdinglar. Chimangul adimiz hozir nəhayət ayarcan bilan so'z qilib berdi. Nəhayət ko'p rahmat. Tövəndə biz İmom Qarim akamizni bugungi shu suhbatning olgan ta'siratini qisqacha o'rtoqlashishni sahna taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Oldindan shu faoliyatga qatnashgan barliq ustozlarga, qarindoshlarga ularning tenining salomat, barliq ishlarining utuq bo'lishini tilab, bugun men shu so'rindan olgan ta'sirotini men qisqacha bir tanishtirib o'tmoqchi. Bugungi bu tema nihoyat yaxshi bir tema bo'ldi. Chunki biz mush dunyoga kelgan ekanmiz, o'zimizning qadr-qimmatini, ulug'ligini har qaysimiz o'zimizning kuchining yetishicha qo'llashga tirishishimiz kerak. Chunki bizni yaratgan egisi yaratishdan burun men sizlarni o'rinbosar qilaman deb nihoyat oliy bir g'oya bilan yaratgan. Biz insonlar intayin ulug'. Shunda bo'lg'achqa biz shu ulug'likning qadr-qimmatini nima bilan bilamiz desa, bilim bilan bilamiz. Shundaqa o'zimizning qadr-qimmatiga yetishgan bilamiz. Shunda bo'lg'achqa bugun shu
so'rib qatnashgan qarindoshlarimizndan keyin nurg'un so'zini anglab to'nim ta'sirlandi, men hayajonlandim. Bu munosabat bilan suhbat bilan Alloh subhanahu va taolo Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Qur'on kerimida shu millat o'zini isloh qilmoqchilik, Alloh ularni isloh qilmaydi deydi. Biz hozir alhamdulillah musulmon deymiz. O'zimizni shu qatlarda qilamiz. Lekin ba'zan masalalar kelgan chog'da shuni o'rganmay biz shu masalaninki ba'zan bir taraflarga diqqat qilmay ketib boramiz. Am ona tilimizmi nima desa, ona tilimizmi dal yuqorida biz so'zlamoqchi bo'lgan so'zimizningki muhim tarkib qismi. Shu Alloh yuqorgi oyat karimida Alloh hech qanday bir millatni shu millat o'zini isloh qilmoqchilik, Alloh ularni isloh qilmaydi deydi. Endi bizning bu tilimizning yaxshi bo'lishi, madaniyatimizning yaxshi bo'lishi, urf-odatimizning yaxshi bo'lishi, ham shu hammasi nimaga munosabatli desa, tilimizga munosabatli. Endi bugun hammalar o'zimizni shunday yaxshi chaqlaymiz, to'y qo'shamiz deb o'ylaymiz. Nurg'un narsani sirtqi, tashqi kuchlardan ko'ramiz, lekin o'zimizga faqat mas'uliyat olib qolmaymiz. Endi sirtqi jihatlardan bolalarimizni maktabda yana boshqa tarbiyalagan bo'lsak-mu, öğretkengen degan ba'zi to'xtab qo'yadi. Deb oddiysi bolalarımizga öğretkengen degan bo'lsin ona tilimizda. Balam, bizda manda axloqlar bordi. Manda o'rganishimiz kerak. Manda desa, manda desa deb biz mushajatlarda o'rganish ko'ngil bo'lamayotimiz. Eksa buni biz boshqalarga ko'ra biz zatimizda bu ketdi, qandoq manda deb davomli voysashlar, lekin oilamizni tartib tutish avvalo bizning ko'm bo'layotir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kullu mevludin feyulad alil fitretil İslam fe'abavahu yuhavvidanihi av yunassiranihi av yumeccisanihi. Resulullah yuqorqi hadiste her qanday bir bovoq tug'ilgan chog'da islomning ishi tug'iladi. Onun ota-onasi uni xristian qilib tarbiyalaydi deydi. Demak, tarbiyalash nimaga munosabatli desa, bizning alayda muhitimizga munosabatli. Yoki uni o'tparas yoki bo'lmasa nasara qilib tarbiyalaydi deydi. Chunki oila eng cho'ng maktab. Şu dünyada adiblar shunday deydi, har qanday bir odamning katta institut yoki bo'lmasin, maktablarda o'qib, shu odamningki mayli magistr bo'lsin, mayli doktor bo'lsin, ashunday narsalarga, ashunday yuqori natijalarga erishishning eng oldin asosi oilaning tarbiyalandi, oila yetishtirishda adiblar shunday degan. Endi biz shu oilamizda hammalarimiz tilni qo'llaymiz deydiganmiz. Çokum aileden tartib balalarımızga yemek-içmek adetlerimiz ne? Onundan başka kiyim-kechak adetlerimiz ne? Her ortak olgan çağda biz çokum balalarımızga öğretişimiz gerek. Yani biz aileden tartib bazı ailelerde cık aileyi çırıp kalırkenmiz. Çırıp kalsak balaların küçük vaktin tartib başka dillerde söyleydiler. Vay desek biz dönüp kaptılar. Çünkü her kadar bir neslinki özgür layık nemisi buldu. Peygamber Aleyhisselatü'nün hadisinde es-suhbetu muassiretun. Her qanday bir so'hbat insonni ta'sir qiladi. Demak, biz qanday bir muhitga uchrasak, shu muhit bizga cho'qim ta'sir qiladi. Buni qanday hal qilamiz degan vaqtda, shuni amal berishcha, bilim o'rganish sharaf. Buni inkor qilsak bo'lmaydi. Ammo o'rganishda nimani o'rganamiz? Bizni o'rgansak, o'zimizning butun tashlatib o'rganadigan. Boshqalardek uning meg'zini yeb, shakin tashlatadigan avval bizda yo'q bo'lib qolyapti. Shuning uchun bolalarımızga o'rgatgan ekan, mayli kiyim-kechak madaniyati bo'lsin, mayli o'tirib qo'yish madaniyati bo'lsin, mayli cho'nglar bilan bag'riga munosabati bo'lsin, mushu jihatlarda har qaysimiz tirishsak, biz ham buni cho'qim qo'g'day olamiz. Payg'ambar Aleyhisselatü Vesselam yana bir hadisda bir kishi ya Rasululloh, mening eng dunyodagi suhbatlashishlar kishim kim degan kishiga Rasululloh onam dedi. İkinci kıtım yani soğukanda anam dedi. Üçüncü kıtım yani kim dep soğukanda Resulullah anam dedi. Dördüncü kıtım dadam dedi. Bizim anamız kanda mühim olsa, biz için ana tilimiz şundan mühim. Çünkü biz ana tilimizi qo'llash uchun en avval analarning saqlashi lazım, mühim bo'lish kerak. Odatda masalan boshqa biz zo'rduq yoki mandaq deymiz. Oilada bir tilpinlarni biz deb bersekmi, mandaq deyapti. Uyda bolalarımizga balam ne kerşek gibi vay toşe o bu bizim deydigan, muşundaq özünün antını qo'g'dayamaydigan. Mushu jihatlarda o'zimizni tartibsiz qanday bo'ldirsa, alim shumol o'zgarishlarni biz maydonga keltiramiz.
Çoğun bugün benimki şu uğurlaştırılan yandaşlarga Allah'ın kakımı her köpten köp yardım medet ata kılışını hem benimki dinin sağlık buluşunu bundaki müşterilerin kakı kutubu buluşuyla birge hem benimki bir emin neticemiz arkalık anıtımızı kuldaşla hem benim kırışına çırpkalını ümit kılıp sürümlemeye arkadaşlarım hem benimki rahmet Tövəndə şu sorunumuzga şu 6-cı oturum məktəbindəki tələbət oxucusu Nursimon xanım bir şiirini ilib gəldi. Qəni sahne mərhəmət. Assalamu alaykum hörmətli ustazlar, dostlar, əzizlərim. Mən bir yazgı şairim emas, amma bir ana til ədəbiyyat müəllimi buluş fikrim bilan bir gün soruğa qurub gəldim mən bir parça şiirimni ağac gəldim. Köpçülikniki anlatmaq işini qilman. Şunun bilan birga men oldi bilan shu bugungi faoliyatni o'rinlashtirgan Abdurali ma'lum baya tashabbus qilgan ona til fidoyisi bo'lishni arzu qilganligimni, uning birinchi a'zosi bo'lishni xohlaydiganligimni ahd qilaman. Ana tilim. Durmisi karvallarning o'yg'atqandek cho'lni budan. Dil o'yg'itib bir-biriga ulab kelding talay yilni. Oğuz sütü singen siyah vücutlarga sındın her çağ. Tapalmadım hiç qayerdin şunç tatlı sendek dilni. Özlük külgen sahillada poreklidin çoğluk bulup. Kadimlikning tong sathini tumar qilding tumurlarda. Küvecigen kollar qiyan sehring bilan ana tilim. Ulug'liqning muqami sen tavlanğaçqa tunurlarda. Taş abide küçüklerden hikmet çaklap en güçlerde. Uygurlukni çaklap keldin ıslıtındın Allah dilim. Kıyamga yetken efsunran kılgandek aşıklarni. Yorup gider tamdek kuya sihrin bilen miskin dilim. Ana dilim huzurun sen, gururun sen, dil tumarım. Özüm közüm özüm sensiz kim ben bilenmeymen. Ağzımda ün çıkanca, toğu özün şunç ünce. Sen bolğaçqa ana tilim zıvanım var diyeleymen. Ahırda biz şu aramızdaki Qashqar İskender Qaymoq Marujnisi Şinjan İskender Madaniyat tarixi şirkatininki mas'uli saxovatparvar ma'rifatparvar zot Tursunjon apandini qisqacha chiqib so'zlamasiga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar. Bugungi dunyoviy bayram bo'lgan ona tilimizni qadrlash kuniga daxil bo'lganligimdan intayin xursandman. Biz bugun ona tilimizni qadrlash, ona tilimizni hurmatlash, o'zimizning qadr-qimmatini kishilar oldida namoyon qilish badliga shunday bir katta so'rin hozirlab keldik. Buningdan balkim 10 necha yil burunda Abdulla Abduriyimning loyiq tanlash degan bir epizodini hammamiz ko'rgan. Mana buningda bir Xanzuchi maktabda o'qigan bir Minkoxon bolaning bir qiz do'stligi nima deyishni bilmay, onasining xotirasiga yozib olgan so'zlarni deydiganligini ifodalash orqali men mushundaq bizning oramizdagi bombo'g'ir ishlarni shundoq yaxshi bir obzor asosida va tanqidiy daramini o'ylab chiqqan. Lekin buni biz parvo qilmasdan hammamiz bolamizni kelgusi qo'sqin boqolmaydi ekan degan maqsadda boshqa yot tillarni tarbiyalashga muvaffaq bo'ldik. Biz hamma ishda o'zimizni bir qator yo'qotib, keyin qaytadan asli keltirish noytas. Biz duvanda bizning bo'lsa bir dehqon yozuvchilarga o'qiganda ziyodada o'qigan buni 90-yilda Şinjan madaniyatiga bir daston yozilgan. Mening tazkiram deydigan. Bu dastonda shunday bir ism misroli bor. Bu ism misrolda bizning onalarimizning kundan kunga o'zgarib, o'zining haqiqiy milliy an'anaviy madaniyatini unutayotganligini yaxshi yo'ritib bergan. Buni mening ko'pchilik bir deklamatsiya qilib bergan gap qoldi. Yaman emaskan Arab qizlari, biroq
yaramayman kiyg'ulluqqa, o'smi ko'zlik, oltin chashliq, qisqi yo'qquluq, girim sumirgan, ingliz qizi, rus va german qizlari tek ujarda, sun'iy hamrohda, düve dollar bilen işret xanda. O'xshamaydi ular, o'xshamaydi öz sevginim uzun çaşlık Uyg'ur qiziga. O'xshamagandek Qashqar shahri Washingtonga. O'xshamagandek sanoatni tug'ib cho'ng qilgan Parij va London sadirni tuqqan güzel G'uljiga. O'xshamagandek Kirmil Sarayı Van Qadirning yo'g'on beliga. Maksim Gorkiymi o'xshamaydi Molla Musaga. Seginiman nuzugumni, Aman Nisani, Rizvan Gülni, Gül Nisani. Ular mening mehribon hadam, kuyimchan onam, momam, hattoki momisi momamning. Bilmaydi ular larzon tansini. Harap hidi güpüldep turgan kızıl çaşlık Uyg'ur kızını deb yozgan. Mana buni bularning erkaklarımızın mas'uliyatining tubanligidan ayollarımızın hammasi dal shundoq bo'lib ketdi. Bu yanadan berib erkaklarga berib taqilgan mesele. Şuna biz her birimiz birden kabile başlığı. Her birimiz ailenin o'zi erkekning boshqurishi bo'ladi. Bir idoraning boshqurishi birer qo'mondonning boshqurishi bo'ladi. Buni shoirimiz Adil Tunyaz kabile başlığı deb olgan. Shunga dengiz yüzünden 154 metr chunqurlikda degan bir dastonida mush bizdagi kabile boshliqlarininki mush jamiyatdagi mas'uliyatning tuvanligini yaxshi yo'ritib, mundaq bir misolni qoldirgan bizga. Qavaqxonada yap-yaş cesetler, kabile başlığı çalar sünnetney, sakalıdın sakımaktı mey, başsız tenler, çörgüler hey hey. Yigit, altın baş yigit, kız cuvallar at kaş yigit, yuvaş kelme, bolğun şaş yigit, yetmişti mu buvam yaş yigit, şarap deryası da taş yigit deb yazar. Şunu biz şarap deryalarında özümüzden erliklerimizde boşluk yoktu. Ayollarımızın hakiki bizni hürmetleydiğen, özümüzden gururunu saklaydiğen birinci boğan işimiz ana tilden başlansa, ana tilimizde kadirliyeliğe eden, her kandak yerde ailemizde kadirliyeliğimiz, özümüzden işleyatkan, hükümet organlarımızda kadirliyeliğimiz, hem işte özümüzden bayraklarımızın laptilden kırışığa bir kişilik es koşalayımız. Aygıda bu Yusuf Asacı'nın bir bilgiler sözünü akıllaştırar, hemimizi yanlışlıktan yetmeydi. Bu bakit kimdi bolsa uzular kuli. Bulur tefri bilim an dili. Cihan peylaspi bulmasa mili niçin bulur sözümen ki geçtir tili deb yazgan. Şuna hemimiz Yusuf Sahib'nin şu sözünün ismini tutup özümüzden ana tilimizde hakiki qo'llash uchun biz pul tepishda hem işte şaş turishimiz kerak. Aygıda şair Rusay'dan bir neçe pul doğrusu yazgan bir dastanları var. Ben bir yadlab bersem isimde var. Benim Furkan'da devamlı bile caranışıp durdu. Ben şu üzerinde işlerinde üzerine tüzüş için hemen isimde devamlık var. Muştanlar hemen anlap kalsanlar bir okumaganlarım olsanlar kim varaklık okuvasanlar eğer karışarsanlar ben depreyim. Pul tapmak şunda ters, pul tepiş için hemimiz acayip işler kılavatımız. Pulun bir uçu yürekte, bir uçu bilekte dediğin hikmetlim var. Bunu hemini kıskartıp şairimiz Rus Said
tüpeyli qancha tishdi netçiler. Pulni deb jon berdi ko'p boyvachchilar. Sotdi pul ko'zlab iman bu bekchilar. İsip deyishdi mo'ysipet hikmetçiler. Hey bu pul hech kim anga qul bo'lmasa. Pul tepip yol tapmağallar tüpsana. Pul tepip per qopmağallar tüpsana. Pul yekip el yakmağallar tüpsana. Pul dekip el bakmağallar tüpsana. Körümüz alem uzak pul bo'lmasa. İşikni açmaktan garaz almış duruş. Algı bergi soğudini kanlaş duruş. Yol tepiş hem pul tepişta şaş duruş. Yurtni dünya veznige yandaş duruş. Yandışış tez hemme vakt pul olmasa. Gep mi var pul tapkıca yüz tap degen. Yüz degen abroy inavet bir degen. Nefs şeytan tökmüsün yüz sal yügen. Hep halolluq birli tosun zerligen. Başkını kıl üç talak pul bolmasa. Pul necis, pul kir haram, ya pul iman. Pul muhabbet, pul uzuk, ya pul saman. Pul degen gem, pul tuzak, ya hanıman. Qanç qılgın pul nezerde barhaman. Qağımı qılmaydı, qaq pul bolmasa deydi. Şöyle hemmimiz qağınlarımızı qaqıdı düşün, pul tapaydı. Köpçülükle rahmet. Ularning samiy sep qo'ydigan yana bir gap. Hamda bugun menga berilgan huquq to'liq cheklik. Agar menga fursat berilgan bo'lsa, o'sha o'ltag'an hammalarni ayrim-ayrim bir so'z taklif qilib olsam. Afsus, vaqt yer bermadi. Peshqadamlarimizning bir qancha takliflari bor edi. Hamda buningga biz tungi plan bo'yicha vaqtni bek uzun qilib o'tmaslikni, abisonning qimmat vaqtida ko'p ilib o'tmaslikni o'ylashgan. Shu munosabat bilan bugungi shu ona til munosabati bilan biz oddiygina bir ko'ngil so'g'i sifatida bir parchadan uyg'urcha yozib nashr qilingan kitob va Bag'dosh to'ridagi ona til instituti qurish to'g'risida bo'lingan munoziraninki asosiy mazmuni biz tayyorlangan bir kitob tayyor qilgan. Tövanda yigitlarimiz mulozimlar har qaysi ishlarga shu o'ng tarafdan boshlab har biriga birdan qo'llar bilan bir kitobni taqdim qildi. Va o'xshamda ko'klama o'xshash kishlar Allah subhanahu wa ta'ala hepimizge iman, itiqat, ihlas ata qilg'ay. Shu orqali yuqorida o'zimiz degan gap so'zdan amaliyatimizda aylanuvga nasib qilg'ay. O'sha orqali o'sha ishni o'rlashtirgan barliq qandoshlarimizni taqim shijoat tavfiq ata qilg'ay. O'sha orqali hammamizningki Alloh adiyalgan degan barliq hojatimizni Alloh ravo qilg'ay. O'sha orqali o'zimiz oila tavbatimizga yaxshi mas'ul bo'lib Hammalar farzandlarimiz yaxshi tarbiyalashga Alloh nasib qilg'ay. Hammamizni Alloh yaxshi kunlarga erishtirgay ya. Bu yilgi moda so'z hammamiz bilamiz-ku. Ona tilning so'zlar. Buni esimizga tutsak, shundan bilan bugungi faoliyatimiz mishal oyoqlashdi. Hammalarning qadam tashlab qilganiga qizg'in rahmat. Hadi kemana mı? Ma ukanda sizde yapmışsın. Hadi. Kalın inşallah. Tamam.